Assalomu alaykum onajon. Ishdamanman. Ovqat qilmadingiz. O'zim men sizga bugun shirin ovqat olib boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'l bo'lsin. Bugun uyga sal ertaroq boray degandim. Mayli, o'zingga qara. Uzr. Bugun ishlagan haqqimdan birorta ovqat olib borsam uyga. Sen qiziqchimisan, ha, Oybek? Kallang joyda. Qanaqa sani haqqingda? Ustiga kuniga 35 ming so'raysan. Burada da 35 mingga salat bor. Hozir, shoshma. Shoh! Labbiyo'm taka? Shoh. Paketlarni tugadimi? Ha, tugat. Ortga ovqatlarni nima qilding? Kuchigiz bobiga tayyorlab qo'ydim. Olib kelishadi. Mana aka. Oybek, mana ovqat. Itgacha yetib bormagan. Xotirami, top-toza. Lekin bu uchun 350 ming so'mdan. Kuniga 35 mingdan bo'lsa, 10 kun tekinga ishlayverasan. Tushundingmi? O'sha. Bitta iltimos maylimi? Bitta bolalarim ochildi. 2 dona non bera olmaysizmi? Shunaqa sharoitda edim-kan hozir. Pulim yo'q edi-ku, shu ovqat bor. Rahmat aka. Rahmat. Xursand bo'lishardi. Baraka toping. Rahmat. O gadoy! Yaxki! Yaxki dedim. Aka, senga nima? Yo'midim. Ha, shoh! Yaxki! Menga qara. Pasraga men gadoy men bitirmasin dedim. Yo'qot! Aka, men pulni oling. Bolalaringizga Aka urush bermaydimi? bolalaringizga yaxshi ovqat olib Aka urush bering. bermaydimi? Aka keting bu. Rahmat aka. Rahmat.